Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun Oybek osh markazining mehrli oshlari Baxna qishlog'ida Abdurahmon akani tug'ilgan kunlari bilan farzandlari, oila a'zolari nomidan tabriklab ketamiz. Tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Sizlarni mana oila a'zolaringiz nomidan, kelinlaringiz nomidan, farzandlaringiz nomidan bugun Oybek osh markazidan mehrli oshlarimizdan hayotingiz har doim mana shu tortlardek shirin bo'lib yursin dedi. Kelinlaringiz maxsus aytdi. Dadam dedi bizlarga dedi juda katta dedi agilari bor dedi. Hurmat qiladi dedi. Oila a'zolarim tuzaq xursand bo'lib mazza qilib iste'mol qilib yursin dedi. Mana shu tortlar siz uchun oila a'zolaringiz nomidan Oybek osh markazidan shirin mazzali oshlar ham. Mayli, sog' bo'lsin tabriklaganlar. Ularning bolalarning baxtiga, mening baxtimga hamisha sog' omon bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Xush kelibsizlar. Mayli, hammasi bolalarim, kelinlarim hammasi sog' salomat bo'lsin. Sizlar uchun minnatdorman. Hamisha ular ham bizlar baxtimizga, o'zlarining baxtiga omon bo'lsin. Kuyovlar bilan qo'sha qarisin, qo'llarim bilan qo'sha qarisin. Singillarim, qizlarim hammasiga sog' omon bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Sizlarga ham rahmat.